Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Ko'rib turganingizdek, qish sovuq, lekin Mega Metalda ish to'xtagani yo'q. Bu hozir Qirg'iziston Respublikasiga yo'lga tushadi. Bu 50 tonnalik suyuq beton uchun mo'ljallangan yomkisimiz. Bu esa 100 tonnalik yomkisimiz. Buni qarang. Yaqinroqdan ko'rsataymi? Voy, bu ancha bahaybat lekin. Bu yerda hozir Qirg'iziston Respublikasiga ham Kozlovoy kran ustunlari bo'yab chiroyli qilib tayyor holatga keltirib qo'yishdi. Va bu tomonlarda esa hozir Yangi O'zbekiston massifi Toshkent shahar uchun bitta 100 tonnalik, bitta 200 tonnalik suyuq beton uchun mo'ljallangan yomkisimiz. Bular turk muhandislar tomonidan buyurtma berilgan. Buni juda ham keng. Hozir mana ikkinchi 100 tonnalikda bo'yash ishlari ketyapti va buni ko'rib turganingizdek chiroyli qilib bo'yab qo'yishibdi. Lekin shu sovuqda temirda oldida turishni bitta tasavvur qilib ko'ring-da. Bu yoqda hozir mana svarkalash, paymentlash ishlari ketyapti. Shunaqa gaplar do'stlar. Yil 12 oy 24/7 formatida Mega Metal sizlarga mana shunday sifatli yomkislarni ilinishda yetkazib berishda davom etadi.